$54.900 dollarga men sizga 70 kvadratli novostroyka kadastr padastrlari bilan tayyorini topib qo'ydim. Mana joyiga keladigan bo'lsak, betonka bo'ladi. Zamonaviy to'yxonasini shunday ro'parasidagi mana shu 7 etajkani 3-etajda. Yuringlar, uy ichini bitta ko'rib chiqamiz. Mana liftdan chiqqanimizda uyimiz ham lift shunday yonginasida joylashgan ekan. Xullas, uy korobka holatda. Eng qizig'i gaza blok, maza blokdan qurilmagan, pishgan qishdan qurilgan, ko'rasiz, katta zallari bor. O'sha aytganimdek 70 kvadratli. Bu yoq tarafda shkafga joy qoldirilgan. Bu yoq tarafda qanaqadir ikkita bo'lib qo'yilganda, buni men o'ylashimcha, yana bitta xona qilsangiz, uyingiz 3 xonali bo'ladi. Zalli yonida bu yoq taraf katta tayyorlasangiz, oshxona, ko'rasizmi, katta xona. Xullas, mana buni bitta xona qilib yuborsangiz 3 xona bo'ladi. Mana bu yoq tarafda bitta sanuzel bor. Bu uyimiz 70 kvadrat bo'lganiga qaramasdan, mana bu spalning kattaligini ko'ryapsizmi? Ikkita sanuzel uchun joy mo'ljallangan. Xullas, ushbu joyimiz boya aytganimdek zamonaviy to'yxonasi shunday ro'parasida betonka yog'ida joylashgan, qurilgan novostroykalarni 7 etajkalikning 3-etaji srochniga $54.900 ga bosib olsangiz bo'ladi.